Yana bir obunachimizdan quyidagicha savol kelib tushgan ekan. Bu haqda juda ham ko'plab ma'lumotlar bergandik. Ya'ni egalik huquqini berish tartibi asosan 937 sonli qonun belgilab qo'yilgan. Qonunga asosan qaysidir tashkilotga bormaysiz, bizni ma'lum bir hujjatlarimizga to'g'ri tushadi, egalik huquqini beringlar yoki boshqa deb. Bu o'zi tegishli mas'ul tashkilotlar keladi. Ya'ni qonun qabul qilingan, bu ushbu qonun 2028-yil 1-yanvarga qadar amalda bo'ladi. Va ushbu qonunda belgilab ketilgan rejigrafik tasdiqlanadi. Hozir rasmiy jihatdan rejigrafik 24-yil va 25-yilniki tasdiqlangan. Uni bemalol ko'rsangiz bo'ladi. e'tirof.kadastr.uz degan sayt bor. O'sha yerga kirib 24-yil va 25-yilda rejigrafiyada sizni tumaningiz va mahallangiz asosida tekshirib ko'rasiz. Agar tushgan bo'ladigan bo'lsa, ushbu jarayon ichida xatlov qilishadi va egalik huquqini berish masalasini ko'rib chiqish mumkin. Agar tushmagan bo'lsa ham bo'lsa, demak, sizning rejigrafiyangiz 26-yil yoki 27-yil tushishi mumkin va o'sha jarayonda egalik huquqi berilish yoki berilmasligi masalasi ko'rib chiqiladi. Shu kabi savollar bo'lgan bo'lsa, izohlar yozib qoldiring, batafsil javob berishga harakat qilaman.